O'zbekistonda oltin quymalari zaxirasi keskin kamaydi. Toshkentdagi banklarda oltin quymalari tugab bormoqda. 2025-yilning 28-oktyabr holatiga ko'ra, poytaxtdagi banklarda atigi 18 dona oltin quymas qolgan. Shundan 9 tasi Capital Bank filiallarida, 4 tasi Orient Finance Bankda, 3 tasi esa NBUda mavjud. Mamlakatdagi viloyat filiallarida esa jami 201 dona oltin quymasi savdoda qolgan. Eng ko'p zaxira Samarqand viloyatida 169 dona, Namangan viloyatida 11 dona, Andijonda esa 8 dona quymalar mavjud. Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'istonda zaxiralar butunlay sotib bo'lingan. Shu bilan birga O'zbekistonda oltin quymalari narxi tushishda davom etmoqda. 28-oktyabr holatiga ko'ra, Markaziy bank tomonidan muomalaga chiqarilgan 5 grammli oltin quymalari narxi 8 million 170 ming so'm qiymatdan bir kunda 252 ga, ya'ni 206 ming so'mga arzonlagan. Eslatib o'tamiz, 17-oktyabr kuni 5 grammli oltin quymalari narxi 44-marta rekordni yangilab, birinchi marta 8 million 800 ming so'mdan oshgan edi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Capital.uz kanalida kuzatib boring.